Hozir mana poliklinikada ko'p bemorlarni ko'rdik-da biz. Hozir bemorlar orasida rakning, saratonning qaysi turi ko'proq uchrayapti bizning hududda? Biz Andijonimizda saratonning ayollarda reproduktiv a'zolar o'smalari, sut bezi raki eng ko'p uchrayapti. Bachadon bo'yni raki, tuxumdon bachadon raki ko'p uchrayapti. Yana ayollarda ham erkaklarda ham bir xil tarzda ichak raki, yo'g'on ichak raki ko'p uchrayapti. Buyrak raki ko'p uchrayapti. Burun buyrak raki ko'p uchramas edi. Buyrak raki men mana 80-90-yillarda hozirga solishtiradigan bo'lsam, hozir haftasiga 3-4 ta buyrak olinayotgan bo'lsa, u vaqtlarda yiliga 2-3 ta buyrak olinardi. Hozirgi kunda dunyo miqyosida ham, shu jumladan O'zbekistonda ham ayollar orasida, ya'ni sut bezi saratoni birinchi o'rinda egallab kelmoqda. Ikkinchi o'rinda bachadon bo'yni saratoni tarqalgan. O'zbekistonda ham xuddi shunaqa ko'rsatkich. Psixosomatik faktorlar, aholi zichligini ortib borishi, ekologiyaning yomonlashib ketayotganligi, qishloq xo'jalik mahsulotlarida mana bu sun'iy o'g'itlarni ishlatish boshqa tufayli qishloq xo'jalik mahsulotlarining sifatini buzilganligi tufayli kelib chiqadigan omillar, ayollarning kam tug'ayotganligi, turmush tarzining tezlashuv intensivligini ortib borayotgani tufayli asab tizimining qaqshashi ko'payayotganligi, mana shu ko'p omillar onkologik kasalliklarni ham ortib borishiga sababchi bo'lyapti. Sut bezi saratoni kasalligining asosiy faktorlaridan biri ko'krak orqali emizmaslik yoki noto'g'ri emizish. Chet ellarda misol uchun juda ko'p statistik ma'lumotlar aynan sut bezi orqali farzandni emizmaslik asosiy sut bezi saratonini keltirib chiqaruvchi faktorlardan biri ekanligi isbotlangan. Demak, ko'krakni to'g'ri emizdirish, o'z vaqtida farzandli bo'lish, bularning barchasi ana shu sut bezi yoki boshqa onkologik kasalliklarga chalinishni 7% ga kamaytirishi adabiyotlarda isbotlangan. Agar biz 80-90-yillarda 50 ga kirgan, 70 ga kirgan ayollar davolagan bo'lsak, 2000-yilda bu yog'ida 30 ga kirgan, 40 ga kirgan, 25 ga kirgan ayollarni davolashimizga to'g'ri kelib qolyapti. 19 yoshli bemorni ham yaqinda aniqladik, sut bezi saratonini. Shunaqa kasallikni yosharib borayotgani kuzatilyapti. Yana shu yangi turmushga chiqqan ayol, hali 40 ga ham chiqmagan, shu bemorimizda mana shunaqangi sut bezi saratoni tashxisi qo'yildi bu bemorga. Shunaqa erta bosqichda ham hozirgi kunda ko'p aniqlanib kelinyapti. Nima sabab? Sabab albatta turmush tarzi, jinsiy hayoti, oilaviy hayoti, reproduktiv hayoti masalalarining qanaqadir manfiy ta'siri tufayli ayollarda shunaqa holatlar yuzaga kelyapti. Bizni ovqatlanish tarzimizga chet ellarga xos bo'lgan ovqatlanish tarzi kirib kelib boryapti asta-sekinlik bilan. Misol uchun yarim tayyor bo'lgan mahsulotlarni uzoq vaqt xolodilniklarimizda saqlash muzlatgichlarda va ularni uzoq vaqt davomida iste'mol qilish yoki yarim konservalangan mahsulotlarni saqlagan holatda iste'mol qilish, konservantlar qo'shilgan, kanserogen moddalar qo'shilgan, tarkibida E belgisi bor bo'lgan oziq-ovqatlarni iste'mol qilish ham bizda udumga kirib boryapti. Ko'chalardan ovqat zakaz qilib ovqatlanishlar misol uchun, tez tayyor bo'luvchi ovqatlarni suyib iste'mol qilish kabi bu holatlar ham saraton yoki saraton oldi kasalliklarini erta chaqiruvchi holat hisoblanadi. Birinchi o'ringa shuni qo'yardimki, toza, tabiiy, sof ovqatlarni iste'mol qilishimiz kerak. Undan tashqari ayollar reproduktiv kasalliklarni yosharib borishida gormonal kontratsepsiyaning roli ancha. Bu ya'ni homiladorlikdan saqlovchi vositalar. Homiladorlikdan saqlovchi gormonal mahsulotlarni qo'llanilishi, ayollar tomonidan uni noto'g'ri qo'llab qo'yilishi, organizmga manfiy ta'sir qiladigan yoki musbat ta'sir qiladigan gormonal preparatlarni tanlab olmasdan turib ishlatish natijasida qator o'sma oldi kasalliklari va o'smalari kuzatilyapti. Oddiy ayollarda ichki kiyimni
Ya'ni mana shu buzgalter deymiz, shu narsani to'g'ri tanlov bilish, to'g'ri tanlashni bilish. Noto'g'ri, masalan, ichiga porolonlar solingan yoki gubkalar, sun'iy materiallar solingan ichki kiyimlarni kiyish ham aynan mana shu ko'krakda dimiqish yoki nafas olishni buzilishi hisobiga ham turli sut bezi kasalliklari keltirib chiqaruvchi asosiy sabab hisoblanib qolyapti. Shuningdek, noto'g'ri tanlovdagi terlashga qarshi dezodorant yoki boshqa kosmetik moddalardan foydalanish ham bu kasallikni keltirib chiqaryapti. Dastlab ko'kraklarida qandaydir shish, tuguncha yoki shunga o'xshash hosilani sut bezlarida paydo bo'lishi bilan kasallik boshlanadi. Bu birinchi asosiy belgisi. Uni hajmi demak kichkina masalan 1 santimetrli bo'lishi mumkin yoki payqaganda 3 santimetrli bo'lishi mumkin, lekin boshlang'ich bosqichlarida u sut kanallaridan paydo bo'ladi va juda kichik hajmda paydo bo'lishni boshlaydi va bemorda hech qanday og'riq bilan namoyon bo'lmaydi. Yuvingandami, demak ko'kraklarda qandaydir hajmli hosilalar qo'lga uriladi. U og'riqsiz bo'ladi. Bu asosiy dastlabki belgisi. Ba'zi holatlarda sut bezi saratoni agar sut kanallarining ichida joylashgan bo'lsa, uni hajmi hali 1 santimetrga yetmasdan turib, masalan uchun 3 mm deylik, 5 mm deylik, 8 mm bunday holatlarda ham belgi berishi mumkin. Ya'ni ana shu so'rg'ichlardan ayollarda so'rg'ichlarda ichki kiyimlarida qonli ajralmalar paydo bo'lishi bilan yoki bo'lmasam seroz ajralma deymiz, sarg'ish, tiniq suyuqliklar kelishiga ayollar shikoyat qilishadi. Bu ham ana shu sut bezi rakini belgisi bo'lishi mumkin. Erta tashxislash uydan boshlanadi. Masalan deylik, ko'kragida ayol o'zi necha vaqt, yillar mobaynida ushlab ko'rib yurgan hosila bor. Katta yekkanini ham sezyapti. Og'rimayapti-da. Og'rimayotgan uchun yuraveradi. Qachon og'riganda, teriga yopishganda yo ostki to'qimalarga yopishib yoki uje irib ketganda doktorga kelish endi nihoyatda men nima deb aytishni ham bilmayman buni. Og'rimasanglar dardmas deb bo'lmaydi-da buni. O'sma kasalliklari hech qachon o'sma oldi kasalligisiz bo'lmaydi. Va o'sma oldi kasalligi akademik Chaklin fikri bo'yicha rakka aylanishi uchun 8 yildan 25 yilgacha ekspozitsiya davri bo'ladi. Bu degani 25 yil seni imkoniyating bor. Tekshirilib olishga ham, davolanib olishga ham. Endi qaramay yuravergandan keyin rakka aylanib ketadi. Birorta tumanda yashayotgan bo'lsa, tuman tibbiyot birlashmasining onkolog xonasi mavjud. Har bitta rayonda bu narsa bor. Tuman onkologiga uchraydi hamda o'zidagi mana shu sut bezlarini onkolog vrachga ko'zdan kechirish uchun ko'rsatishi kerak bo'ladi. Endi mutaxassis uni ko'rgandan keyin, albatta hosilani ko'rgandan keyin unga tashxis qo'yib, dastlabki tashxisni qo'yadi va ana shu rayon sharoitida dastlabki tekshiruvlardan o'tkazadi. Tekshiruvlardan o'tkazgandan so'ng, agar xavfli o'sma kasalligiga gumonli holat bo'lgan bo'lsa, keyin uni ana shu viloyat respublika ilmiy amaliyot markazimizga, ya'ni mana shu onkologiya shifoxonasiga bizga yo'llanma asosida yuboriladi. Agar bemorlarimiz eng erta bosqichlarda, ilk bosqichlarda murojaat qilib kelsa, jarrohlik usullari bilan, keyingi etaplarda kelinsa, kimyoterapiya, nur terapiyasi, gormonoterapiya hamda immunoterapiya davo muolajalaridan keng ko'lamda foydalanamiz. Hozirda sut bezi saratoniga qarshi juda ham katta skrining amaliyoti amalga oshirilyapti. Bu jarayon 2023-yilda boshlangan bo'lib, shu paytgacha 321-350 ga yaqin ayollar erta sut bezi saratoni kasalligi tashxisi bilan aniqlandi va hozirda sog'lom hayot kechirib yashashyapti. Hatto mashinalarni tayyor qilib, mutaxassislarni yetishtirib, rayon-rayon yurib tibbiy ko'rikdan o'tkazadigan komandani tayyorlab jo'natilganda ham, e'lon qilinganda ham, mahalla yurib, mahalla komitetlari e'lon qilib ko'rikka chiqing deganda ham chiqmay o'tirgan fuqaro ko'pda. Mazapon. Buni yashirishni hojati yo'q. Nimaga chiqmaydi? Chunki tibbiy ehtiyotkorlik sust yoki yo'q. Og'rib, kasallik belgilari rivojlanib borganda o'sha kech bo'ladi. Bizga bo'lib ham biz onkologiyaga sut bezi raki bilan, bachadon bo'yni raki bilan, tuxumdon raki, bachadon raki bilan kelayotgan bemorlarga просто rahmim keladi-da. Nimaga bu ayollar o'zini sevmaskin, o'zini hurmat qilmaskin degan gaplar beixtiyor kelib ketadi. Nimaga? Chunki ko'rib bilib turibdi.
o'zgarishni sezyapti. Bu a'zolar o'zini yarim ko'rsatib turgan a'zolar. Og'rimasanglar bormaslik kerakmi? Kasallikni 4-bosqichgacha yurib kelayotganlar faktda yo'q emasda. Endi bugungi kunimizda, jamiyatda bugungi rivojlangan davrda bu stadiyadagi kasallarning kelishi bu jamiyatimizni ozgina orqaga tortadigan faktdir. 3 kurs kimyoterapiya muolajasini oldingiz. To'g'ri. Lecheniyamizda ozgina qiynalishingiz mumkin. Quvvatsizlik bo'ladi. Ko'ngil aynish bo'ladi. Endi 3 kursdan keyin nima sababdan tabga ketib qoldingiz? Tabga ketdingiz, tabda nima foyda ko'rdingiz? Uchta kurs olgandan keyin men kompyuter dorilardan ichib ko'rib, biroz o'zimni yengilga yaxshi yuribmanmi dedim. Lekin oxiri yaxshi bo'lmadi, natija yaxshi bo'lmadi. Yana qaytdim, baribir shu shifokorlarning qo'lida yaxshi bo'laman ekan dedimda. Mana keyin ikkinchi mana kimyoni olyapman, yaxshiman. O'zgarish birdaniga sezilyapti. Adashdim, to'g'risi. Men qolganlarga ham shuni tavsiya qilamanki, umuman bitta ko'raymi boshqa tomondan ham kimyo olayotganlar hech qachon tabiblarga, boshqa licheniyalarga bormaslikni tavsiya qilaman. Bemorlarimiz asosiy kasallikdan emas, balkim aynan mana shu davo muolajalardan ham qo'rqqani tufayli bizga kech bosqichlarda murojaat qilib kelishyapti. Erta bosqichlarda tashxislashimiz mumkin, lekin aynan mana shu muolajalardan qo'rqqanligi tufayli ular ketib qoladi va boshqa noan'anaviy usuldagi davo muolajani tanlab qo'yishadi. Va shu oqibat bular keyingi bosqichlarda majbur bizga qaytib kelishadi. Aslida qo'rqmaslik kerak. Kimyoterapiya muolajasi bu oddiy ana shu kimyoviy moddalar yordamida bemorga tomir yoki mushak orqali yoki og'iz orqali beriluvchi davo usuli hisoblanadi. Kimyoterapiyani, ya'ni ximioterapiyani asosiy nojo'ya ta'sirlari mavjud. Soch to'kilishi, ko'ngilni qattiq aynishi, bemorlarda umumiy holsizlik, noxushlik kabi holatlarni bo'lishi, davolanuvchi ayollarimiz soch to'kilishidan qo'rqishadi. Как будто haligi keyingi holatlarda sochsiz qolaman degan ma'noda, turmush o'rtog'imdan uyalib qolaman degan tushunchalarga ega bo'lishadi. Aslida bularni hammasi vaqtinchalik bir nojo'ya ta'sir hisoblanadi. Bularni oldini olish mumkin. Mana shu davo muolajalari tugagandan keyin qalin chiroyli bo'lib qayta o'sib chiqadi sochlari ham. Ko'ngil aynishiga qaraydigan bo'lsak, bunda endi hozirda tibbiyot shu darajada rivojlanib boryaptiki, ko'ngil aynishiga qarshi juda ham yaxshi emagen preparatlarimiz, anti-emagen preparatlarimiz mavjud. O'z vaqtida ko'ngil aynishlari qoladi, umumiy holsizlik belgilari bartaraf qilinadigan juda ham yaxshi moddalarimiz, preparatlarimiz ishlab chiqarilgan. Onkologik bemorlar uchun tibbiy xizmatlar bepulmi yo pulli tomoni ham bormi? Endi onkologik kasalliklarda albatta dastlab ularda hali kasallik to'la gistologik jihatdan tasdiqlangungacha hamma tekshiruvlar yo'llanma asosida kelgandan keyin bular davlat tomonidan chiqarilgan qonunlar asosida bu pulli xizmat hisoblanadi. Qachonki kasallik tashxisi gistologik jihatdan ham klinik jihatdan u narsa tasdiqlangandan keyin bemorlar hisobga olingandan keyin, ya'ni dispanser hisobiga olingandan keyin bemorda уже endi keyingi etapdagi tekshiruv va davolash usullari bepul tarzda amalga oshiriladi. Har bir 35 yoshga kelgan odam, ayolmi, erkakmi, o'zini sog'ligini profilaktikasi uchun yilda hech bo'lmasa bir marta medosmotrdan o'tib tursin. 2 marta emas, 1 marta o'tib tursin, kasallikni oldini olish imkoni bo'ladi. Ro'zg'or masalalarini hammasi, oshi, noni, tuzi hamma yo'g'ini qatorida birinchi qilib sog'lig'ini qo'yib qo'ysin. Birinchi masala sog'lig'i ro'zg'ordagi. Qolgandan keyin qolgan masalalar qilib qo'ysin. Hech qachon kasallikni ro'zg'or terbatadi.